AQShda mana shunaqa dasturimiz bor, Crop Data Layer deb nomlangan. U uzoq muddatli bir loyiha. Uni Qishloq xo'jaligi vazirligi AQShning amalga oshiryapti 2008-yildan beri. Va bu yerda Landsat va Sentinel-2 dan olingan mana shu sun'iy yo'ldoshi tasvirlardan foydalanyapmiz. 110 ta sinf bor va mana hozir o'zingiz ko'ryapsizlar. Ularni havolasi ham bor. Ularni Google'da ham ko'rsangiz bo'ladi. Crop Data Layer hammasi chiqib keladi. Birinchi, ikkinchi havolalarda. Va endi hozir ma'lumotlarning 80-90% aniqlik ko'rsatkichga ega. Endi ular nima qilyapti? So'nggi yillarda Landsat va Sentinel tasvirlari olinadi. Endi AQSh hududi albatta ulkan, katta va ular bulutlar bo'lmagan, ya'ni ma'lumotlarni tasvirlarda bo'lmagan ma'lumotlarni olamiz va ularni bizlar birgalikda solishtirganda bulut yo'q bo'lgan piksellar bilan bizlar solishtiramiz. Keyin esa bizlar muayyan bir vaqtni olamiz. Ya'ni bu bir oy ma'lumotlari emas, balki 5-6 oylik ma'lumotlar. Ya'ni mana shu vegetatsiya vaqti bilan bog'liq bizlar random forestni olamiz. Bu yagona bir yo'li emas buni va bizlar mana shu usullardan foydalanyapmiz va hozir bizlar mana shu ko'pgina ma'lumotlardan foydalanyapmiz va bundan tashqari bizlar ulardan foydalanishga harakat qilib ko'rdik. Argiz barcha funksionaldan foydalanib ko'rdik va bu Farg'ona vodiysida aynan qo'lladik. Bu mana shu imkon qadar avtomatlashtirilgan tarzda bulut yo'q bo'lmagan tasvirlarni tanladik. Endi asosan bizlar mana shu Sentinel'dan foydalandik tasvirlaridan va keyin esa bizlar mana shu skriptlar yordamida bizlar mana shu ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Ya'ni bu bizlarga mana shu rasmlarni skript tile sentinelni so'raydi. Keyin esa bizlar medianani hisoblaymiz. Ya'ni o'zaro bir-biriga rasmga tushadigan va mediana bizlarga nima beradi? Ham soyalar, ham bulutlar medianadan chiqib ketadi va bulutsiz rasmlar esa mana shunaqa medianaga tushadi. Ya'ni bizlarda bulutsiz tile hosil bo'ladi va bu bizlarga aynan hammasi to'liqligicha ketadi yoki qandaydir qisman bo'lsa bizlar o'zimiz aralashib buni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi va bundan tashqari bizlar ma'lumotlarni topishimiz, ya'ni o'zi ham bo'lmaydi. O'zbekistonda bu muammoli masala emas, chunki O'zbekistonda quyoshli mamlakat va mana hozir Sentinelning Farg'ona vodiysiga tushgan mozaikasi. Endi mana STKP bu nima? Ya'ni bizlarda mana shunday ma'lumotlar borki, mana Microsoftda bulutli ma'lumotlar bor. Va mana u yerda Sentinel boshqa ma'lumotlar ham bor. Bizlar ularni olamiz va interfeys ham mavjud. U Stack deb nomlangan. Ularni ham dasturiy tarzda foydalansa bo'ladi yoki grafik interfeys yordamida ham foydalansa bo'ladi. Argis Proda u ham bu ham mavjud. Ya'ni bizlar ikkalovini bersa bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana Sentinel ham bor, bulardan foydalansa bo'ladi va bundan tashqari mana bizlar mana shu hamma ma'lumotlarni interfeysda kiritamiz va xuddi mana shu lokal diskda bo'lgan ma'lumotlarimiz ham mavjud. Ya'ni bularni ham bizlar kiritamiz va albatta bu internet tezligida qandaydir keskin farq qilinishi mumkin bo'ladi va albatta mana shu bizlar mana shu medianalarimizni ham hisoblaganimizda bu bizlarga ko'rsatiladi ma'lumotlarni va albatta bu mana shu taylni ham bizlar ko'rsatib beryapmiz. Ya'ni hozirgi yilni, hozirgi oyni ko'rsatib boryapmiz va aytmoqchimanki, ya'ni Sentinelning ma'lumotlari ko'rsatiladi va albatta
a- terabaytlarni hammasini bizlar yuklab olmaymiz. Ya'ni hamma argiz sahnalarni bizlar hisoblaymiz, vizualizatsiyasini o'tkazamiz va keyin esa bizlar diskka hammasini yuklab olamiz. Va bu ma'lumotlar bizlarga juda ham muhim, ya'ni ko'pgina fayllar hosil bo'ladi muayyan bir vaqt oralig'ida va bularni hammasini indeksi NTVI ni hisoblaymiz va extend bo'yicha buni hammasini ya'ni kerakli ma'lumotlarni chiqarib tashlaymiz kesib va hozir natijada mana shu natija hosil bo'ldi bizlarda. Va mana Sentinelni suratlari bu 2025 yillik may oyida olingan Farg'ona vodiysini hududlariga va bu chegaralar bilan qilingan va bu yerda indeks NZVI ham ko'rsatilgan va albatta bu yerda bizlarni klassifikatsiyalarimiz bor, ya'ni tasniflashtirishimiz bor va albatta bizlarga hozir yana bularni ustida ishlaymiz. Va albatta bizlar aytmoqchimanki mana mana shu klasterlarga bularni bo'lib chiqamiz, tasniflab chiqamiz va bularda NZVI indeksining o'xshash dinamikasi bor. Mana oktyabr, noyabr, dekabr bilan va bular hammasi mana bir o'rtacha dinamikani bizlarga hosil qilib beradi. Ya'ni bu mana qizil rangda belgilab berilgan. Ya'ni mart oyida, aprel oyida ketyapti, keyin iyun, iyul oylarida bu chiqib ketyapti. Yashil bu paxta, ya'ni bu endi mana o'sishga kirishadigan payt va NDVI emas, bu so'nggisi bu NDWI ko'rsatkichi. Bu bizlarga mana mana shu ya'ni tuproqni namligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bizlarga g'allani uzr sholini boshqa guruch o'sadigan sholini ekinlarni boshqa ekinlardan ajratishga foydalaniladi va bizlarda mana shunday ma'lumotlar bazasi yo'q. AQShdagi ma'lumotlar, ya'ni hamma narsani o'zimizni qo'lda kiritishimizga to'g'ri keladi. Va endi har qaysi mana mana shu nuqtaga bizlar kirsak bo'ladi va NZVI indeksining dinamikasi bo'yicha bizlar xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyin esa bizlar raqamlashtirish algoritmlarini ko'rsak bo'ladi. Bu sun'iy idroq foydalanmaydi. Bu mashina ta'limidagi mubolag'a bo'lmaydi va bu bizlarga yaxshigina natijalarni qo'lga kiritishga yordam berdi. Ekinlar, maydonlar yaxshi ko'ringan, chegaralari sarig'i bu paxta, yashili bu bug'doy va sholi esa bizlarda havo rangi bilan belgilangan. Nimaga ko'ryapsiz, ko'pgina bu yerda suv berilyapti, suvda cho'ktiriladi va endi yana bundan tashqari ham qishloq xo'jaligi, ya'ni ekinlari ham ko'rsatilgan, ya'ni aynan beda. Nimagaki mana bu beda mana shunaqa binafsha rangda berilgan, bu yiliga bir necha martalab o'stirilib olinadi, terib olinadi. Endi mana NZVI indekslarini bizlar hozir mana bug'doy uchun belgiladik. Bu mana u aprel va may oyida o'syapti va NZVIning ham o'ziga o'xshagan dinamikasi, o'ziga xos dinamikasi va paxta bu yerda ham ko'rsatilgan tolasi va ya'ni bular yaxshi bir-biridan ajralib turishi bu sinflarni ko'rsatib beryapti. Bularni chegaralarini har qaysi usulda va avtomatik bo'lmagan usullarda qilsa bo'ladi va nazorat uchun ham bundan foydalansa bo'ladi va dinamikani hisoblasa bo'ladi. Va endi mana beda biroz murakkabroq, baribir ham buni o'ziga yarashirli xususiyatlari bor. Bir xillarda buni ekishadi, keyin terib olishadi, ekishadi, terib olishadi, mana shunaqa ketadi va bu ma'lumotlarni bizlar ilova ko'rinishda bo'lishi kerak, dashbord ko'rinishida foydalansa, boshqa foydalanuvchilarga ham bu tushunarli bo'ladi. Mana Experience Builderda bu bir necha kun ichida bu yaratildi. Mana mana shunaqa web ilovada natijalarni bizlarga ko'rsatdi, tasniflagichni va bu bizlarga aks ettiradi. Mana qator mana mana shu tizimlarni, ya'ni qishloq xo'jalik ekinlarini o'zaro nisbati qarang, rastrni bizlar vektorga ajratdik va albatta bizlar ko'rsatdik va o'ylaymanki bizlarni statik ma'lumotlarga ko'rsatilgan va albatta
bu 80-90%, ya'ni bularni nisbatlari ko'rsatilgan paxta bo'yicha, bug'doy bo'yicha va mana viloyatlar bo'yicha ham o'zlarini tasniflasa bo'ladi. Mana Andijon viloyati bo'ladimi, muayyan bir tumanlarni tanlab olsa bo'ladi va keyin esa bunga yaqinlashtirib olib borsak, ko'ryapmiz mana nisbatlarni, maydonlarni ko'rsak bo'ladi ekinlarni. Boshqa bir tumanni tanlasa bo'ladi bu yerdan. Bu sizlarga bir namoyish sifatida ko'rsatilgan. Yana navbatdagi bir betimizda bor, varaqimizda bu yerdagi raqamlashtirilgan qishloq xo'jaligidan olingan mana shu maydonlar va klassifikatsiya bilan, ya'ni tasniflagich bilan bularni integratsiya qilishga bizlarga qo'shimcha xarajatlar talab etildi. Va albatta bu raqamlashtirilgan versiyasiga hech qanday aloqasi yo'q va albatta bizlar buni ko'rsak bo'ladi, NDVI dinamikasini va bu nima bilan bog'liqligini ham ko'rsak bo'ladi. Nima o'sishini va bundan tashqari bularni o'rtasidagi mana hozir har bittasini bizlar bo'lsak bo'ladi, ya'ni sizlarni holati bo'yicha yaxshi, yomon holatda, qizili yomon, ahvol yashili yaxshi va endi mana yashil va to'q och yashil va to'q sariq ranglar ham o'rtacha rang sifatida ko'rsatilgan va argista mana shunaqa NCVI'ning maksimal indekslarini hisoblasa bo'ladi va ularni to'rtta guruhga, ya'ni bir-biriga teng bo'lgan guruhlarni 25%, 25% bo'lib chiqishadi va eng yaxshi mana 25 hosildorligini bizlar ko'rsatsak bo'ladi va ularni albatta bizlar ko'rsak bo'ladi har bitta mana shu qishloq xo'jaligi ekin turlari bo'yicha. Keyin esa 25% eng faoliyati bo'lgan mana paxta uchun va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha bular ham mana shu yomon holati yomon bo'lgan mana shu maydonlarga kiradi va umuman tasniflanmagan mana shu ko'rsatkichlar ham bor. U na bug'doy, na paxta, ya bizlar faqat bug'doy va paxta uchun buni o'tkazganmiz. Ya'ni bu nima uchun qilingan bu? Bu bizlarga mana shu ko'rsatkichlar qanday qilib tasniflanishini ko'rsatgan, ya'ni Argisproda yana bir ko'rsatkich bor. Bu mana shu iliq iliq nuqtalarni bizlarga belgilagan, ya'ni klasterlar yo yuqori ko'rsatkich yo o'ta past ko'rsatkichlar, lekin bular hammasi tasodifiy emas. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana judayam bir sust bahoni qo'lga kiritgan havo rangda ko'plari belgilangan, qizillari esa u yerda o'ta ijobiy ko'rsatkichlarni ham bizlar hosil qilganmiz, ya'ni bizlarni tahlil qilsak bo'ladi va bir xillarda bu nimagadir deyarli mana shu ma'muriy hudud bilan bu qandaydir bir xillarda to'qnashib kelyapti. Balki bu qandaydir bu yerda suv yetkazib berish tarmoqlari o'tarmikan. Ya'ni buni ustida bosh qotirish mumkin. Yana bir xaritani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu maksimal ko'rsatkichlar NDVI'ni bug'doy bo'yicha bizlar faqatgina bug'doyni oldik va maksimal ko'rsatkichlarni ko'rsatib berdik va bizlar albatta hammasi bir oyda hosil bo'lmasligi ham mumkin. Bir xillari uchun bu iyun, bir xillari uchun bu may oyi va bu albatta bularni asboblarini topib beradi va bizlarni nima ko'ryapmiz natijada? Bular o'zaro farq qiladi. Bir xillarda yuqori ko'rsatkich, bir xillarda o'rtacha, bir xillarda pastroq ko'rsatkich ko'rsatilib beryapti. Bir xillarda mana bu tasniflashni xatosi ham bo'lishi mumkin yoki muayyan bir muammo hosil bo'lishi mumkin aynan bir maydonda. Ya'ni suv tanqisligi. Buni endi mutaxassislar bizlarga javob berish kerak bo'ladi. Mana qisqacha hozir qilingan xulosalarimiz avtomatlashtirish berilyapti bu yerda. Bu ish beradigan narsa. Lekin bir xillarda albatta qo'lyozma yechimlarni ham topish kerak bo'ladi. Mana 2 kun ichida yechim topsa bo'ladi. Ya'ni bulutsiz kunlarda olingan mana Farg'ona vodiysiga kerak bo'ladi. Misol, har bittasini portaldan alohida olishdan, yuklab olishga qaraganda tezroq. Buni nafaqat tasniflash bo'yicha boshqa masalalar uchun ham foydalansa bo'ladi. Spektr Engelmetr algoritmi yaxshi ishlaydi. Endi bizlarda vaqtimiz ziqroq bo'lgan. Random forestdan foydalansa bo'ladi.
lekin unga ko'proq mana ya'ni kengroq to'plam bo'lishi kerak, ma'lumotlar to'plami va albatta bu narsa o'xshamasa Sentineldan emas, Landsatdagi ma'lumotlarni ham foydalansa bo'ladi. Mana amerikaliklar shunday qilishadi. Ya'ni ko'proq ma'lumot bo'lsa, ulardan ehtimol ham yaxshi bo'ladi. Mana shu bulutsiz mozaikani hosil qilishga, lekin bilasiz, Landsat 30 metr, Sentinel 20, ya'ni bularning o'rtasidagi tafovut baribir ham 10 metrga teng bo'ladi va